Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilikda muammo bo'layotgan Bluetooth klaviatura ulanmay qolsa nima qilish kerak? Hammada ulanmagan, hozir ko'rib chiqamiz. Undan oldin obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta bunday videoni YouTube'da topolmaysiz. Men ham shunday ulanmay qolgandan keyin topolmadim. Bo'lmasa boshladik. Biz birinchi oldin Bluetoothga kirib olamiz. Va tafsilotlar degan joydan masalan mana Bluetooth keyboard bilan ulanib turibdi. Sizda ulanmadi deb chiqaradi juda ko'p. Siz ulangansiz bunga. Shuning uchun siz mana bu nastroyka joyini bosasiz. Kirasiz va bog'lanishni uzish degan joy bor. Mana shu yerni mana buni bosganimizdan keyin hammasini ana shunday qilib o'chirib chiqqanimizdan keyin ana bo'ladi, nima edi? Ulanadi. Men ham hammasini o'chirib chiqimda hozir ulab oldim. Demak, siz hammasini o'chirib chiqib ulab olishingiz kerak. Demak, do'stlar, agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasam, xayr.